O'zbekistonda 2026-yildan oliy ma'lumotli hamshiralar maoshiga qo'shimcha ravishda 100% ustama oladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev tibbiyot va farmatsevtika xodimlari bilan uchrashuv vaqtida ma'lum qildi. Davlat rahbari endi oddiy muolajani qiladigan emas, tashxis, davolash va profilaktikada shifokorga ko'makchi bo'ladigan hamshiralarni tayyorlashga o'tish zarurligini qayd etdi. Buning uchun esa Hamshiralar akademiyasi Toshkent davlat tibbiyot universiteti tasarrufiga o'tkazilib, uning negizida Oliy kasbiy tibbiyot akademiyasi tashkil qilinadi. Akademiya AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya kabi davlatlar oliygohlari bilan birga 2026-yildan oliy ma'lumotli hamshira tayyorlashni boshlaydi. Kelgusi yildan barcha tibbiyot oliygohlarida oliy hamshiralik ishi yo'nalishi ochiladi va kvota 2 karra, 2027-yildan esa kamida 20% dan oshirib boriladi. Bundan maqsad yaqin yillarda oliy ma'lumotli hamshiralarning ulushini 10% ga yetkazish ekani ta'kidlandi.